Qimmatli mehmonlar, navbatda Hira maktabining qurg'uvchisi Luqmanjon muallimni ana til to'g'risida so'zlab berishga taklif qilamiz. Qani marhamat Luqmanjon muallim. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar. Assalomu alaykum, hurmatli umoq Men bugun Raila muallim yetakchiligidagi bu ana til maktabininki dunyo ana til kunini qutlag'lash faoliyatiga qatnashganligim uchun nihoyatda xush bo'ldim ham hayajonlanyapman. Haqiqatan Raila xonim bayam deb o'tganga o'xshash ana til va ana tilning muhimligining qanchalik darajada yuqori ekanligini ota-onalar hammamiz tunib yetgan holatda turyapmiz. Haqiqatan dunyoda hozir taxminan 5000 atrofida millat, 5000 atrofida til bor ekan. Bu 5000 millat, 5000 tilning ichida Uyg'ur millatininki e, o'zi 96 o'rinda turdi ekan. Demakki, Uyg'ur tili dunyodagi 100 cho'ng tilning ichida bor bo'lgan 96 o'rindan o'rin olgan bir cho'ng bir til. Lekin shundoq bo'lishiga qaramasdan dunyodagi 96 cho'ng millat bo'lgan biz dunyoda yo'qolib ketish girdobiga berib qolgan millatlar va tillar qatoridan o'rnab qilyapmiz. Bu to'liq afsus bir ahvol. Dunyoda har yili 10 yaqin atrofida millat yo'qolib ketadi ekan. Uyg'ur millati bu yo'qolib ketish girdobiga berib qolgan va yo'qolib ketish oldidagi bir millatlar qatoridan o'rnab qolsa aslo bo'lmaydi. Agar biz tirishimiz deydi ekanmiz, o'zimizning ona tilini, madaniyatini, o'zimizning kimligini saqlab qolamiz desak, bizga to'sqinchilik bo'la oladigan hech narsa bo'lmaydi. Mana biz hozir internet ustida okean atlagan holatda, qit'a atlagan holatda bir-birimiz bilan uchrashib turmoqdamiz. Inshaalloh bundan keyin farzandlarimiz har xil shaklda Uyg'ur ona tilini o'rganish orqali o'zining kimligini, o'zining millatini, o'zining madaniyatini saqlab qolishini umid qilaman. Nimali degan bilan bir millatning, bir davlat va vatanning yer osti boyligi, oltin, kumush, neft va shunga o'xshagan nurg'un boyliqlarda bo'lgan bo'lsa, bir davlat va millatningki yer usti boyligi u davlat va millatning madaniyati, tili, tarixi va boshqa shakllarda aks etadi ekan. Shuning uchun biz o'zimizning yer usti boyligi bo'lgan madaniyatimizni, tilimizni saqlab qolish uchun o'qituvchi ustozlar emas, har bir ota-ona va har bir Uyg'ur oilasi mushuningga ko'ngil bo'lgandilar, hech qachon Uyg'ur millati yo'qolib ketmaydi. Shuni aniq bilishimiz kerakki, bizningki yer usti boyliqlarimiz bo'lsa, kelajakning umidi bo'lgan mana shu umoq farzandlarimiz. Sizlar bizning boyligimiz, sizlar bizning borligimiz, sizlar bizning xushalligimiz, umoq bollar. Uyg'ur tilini yaxshi o'rganinglar. Inshaalloh Uyg'ur tilini texmo taraqqiy qiladigan asosda dunyodagi taraqqiy topgan millatlar qatoriga hammamiz birlikda kiraylik. Hammanglarga rahmat. Luqmanjon muallim, sizga ko'pdan ko'p rahmat. Shunchalik cho'nqur, ahamiyatli fikrlaringizni bayon qilib o'tdingiz.